Assalomu alaykum yaxshilar. Bugun ko'p insonlar bilan gaplashdim. Kimdir yig'ladi, kimdir dardini aytdi. Va bir narsani tushundim. Hech kimning hayoti oson emas. Lekin inson taslim bo'lmasligi kerak. Men ham aytaman, sabr qiling, o'tib ketadi. Har bir og'riq ortida bir yengillik bor. Allohning har bir ishida bir hikmat bor. Men nima deyishim? O'tib ketar uyqusiz tunlar, yechiladi dildan tugunlar. Ortda qolib bulutli kunlar, yaxshi kunlar keladi ishon. Jahl otiga minmasang bo'ldi, taslim bo'lib sinmasang bo'ldi, duolardan tinmasang bo'ldi, yaxshi kunlar keladi ishon. Tushlar so'ylar shirin ertaklar, xayollaring ko'kka yetaklar, yuragingda orzu kurtaklar, yaxshi kunlar keladi ishon. Lablaringdan bol tomadi bol, omadingga termulasan lol. Birodarim, o'zing qo'lga ol, yaxshi kunlar keladi ishon. Yo'qlab kelar sen kutgan rohat, quchog'ingga sig'may ketar baxt. Xudoyimga ishongin faqat, yaxshi kunlar keladi ishon.